Ko'rishingiz mumkin. Shu xonadonimiz ikkinchi dushi. Ixchamligi. Bu ham devorlari dekorda bo'lgan, orqasi falga bilan utilib qilingan. Qishda ancha issiq bo'lib turadi. Yozda salqin bo'lib turadi. Poliga kiradigan bo'lsa, keramaganayt bo'lgan pollari. Bu yog'i paddon bo'lib, paddonning yog'i mana yuvinish uchun har tomondan suv qiya qilingan ukloni bor. Bir tomchi suv qolmaydi, hammasi oqib chiqib ketadi. Semestrlar yaxshisidan qo'yilgan. Tashqi qilib yurgizilgan shalaylar polni hammasi. Aristonimizda qo'yilgan 30 metrlik polon aristonlarida. Rakvinamiz oyna qo'yilgan tagiga. Kabel qo'yib ketilgan. Suv sochiladigan bo'lsa artish uchun qulayroq qilib. Ixchamli, budjetli bo'lgan. Hammaga qiziq joyi, buni kvadrati qanaqa tushadi? Buni 1 kvadrati usti haqi bilan 80 ming so'mga to'xtaydi buni. Agar kabel qiladigan bo'lsa, shu holatiga 125 ming so'mga to'xtaydi. Bu kabelga ko'ra ancha issiq turadi, ancha foydali bo'ladi, ham uyda egasiga budjet tomonlama ancha yaxshi bo'ladi. Arzonroq cho'y emas. Ko'rishingiz mumkin. Ideal bo'lib chiqqan. Xudo xolasa uzoq yillar xizmat qilib beradi.